Assalomu alaykum va rahmatulloh. Dona akademiya o'quv markazimizning kelish lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizni hozirgi turgan joyimiz Oqtepa ko'rik maydoni. Novza metrodan kelishlikda Oqtepa ko'rik maydonidan o'ng tarafga kirib ketiladi va Chilonzor Afrus chorrahidan kelishlik ham xuddi shunday. Ko'kcha Beshqozondan kelishlikda chap taraf kirib ketiladi. Bizning masofamiz Oqtepa ko'rigidan 5 daqiqalik yo'l. Hozirda biz turgan joyimiz Chorsu maydoni, orqa tarafimiz Ko'kaldosh madrasasi, chap tarafimiz Texnomart. Bizning manzilimiz to'g'riga Samarqand Darvoza chorraha, qolgani video davomida ko'rsatamiz. Ko'kcha 1-Go'rbanlisadan kelishlik Samarqand Darvoza chorrahasidan o'ngga, Xalqlar do'stligi metrosidan kelganda chorrahadan chapga va Chorsu maydonidan kelishlikda Samarqand Darvoza chorrahadan to'g'riga bizning markazimiz 5 daqiqalik yo'l.